Behzod aka, mana ekspeditsiya haqida o'zi taassurotlaringiz bilan bo'layotgan, xatda o'tirganlarimiz haqida bir oz gapirsangiz. Mana biz qariyb Toshkentdan 4000 kilometr yurib, dastlab Qozog'iston, undan so'ngra mana Oltoy o'lkasiga, Tog'li Oltoyga, shuningdek Tog'li Oltoyning mana bu turkiylarni el o'yini nomli bayram o'tadigan joyga mana kelib qo'ndik mana bugun va mahalliy aholi bilan gaplashyapmiz, ularni tillarini tushunishga harakat qilyapmiz. Deyarli ularni tillari ham o'zbek tili kabi, o'zbek tiliga juda yaqinligini yana bir bor amin bo'ldik. Bu ularni biz lug'atlardan, o'sha tilshunoslikdan, tarixdan bilardik. Haqiqatan agar Oltoy tiliga e'tibor beradigan bo'lsak, mana Oltoy tillari bu turkiy tillar, yapon, manjur tillari, koreys tillari ham kiradigan katta bir til oilasi hisoblanadi va o'sha oilaning turkiy tillar guruhiga mana o'g'iz yo'nalishi, qipchoq, shuningdek qorluqlar tillari, ya'ni yo'nalishlari, sheva lahchalari ketadi va shuningdek biz bu yerda shu narsani mana do'stlarimiz bilan guvohi bo'ldikki, bularning oltoyliklarning tillari ham tillarida qipchoq lahchasi va o'g'iz lahchasining elementlarini biz o'sha so'zlash jarayonida kuzatdik. To'g'ri emasmi, Farruh aka? Behzod aka, mana to'g'ri aytasiz. Bu mahalliy aholi bilan, ya'ni Oltoy xalqining vakillari bilan boshida bir ular bizdan begonasirab turibdi-da. Mana bir yo'lda uchratdik. O'zbeklar bizdan emas ham deyishdi. Keyin so'zlarimizni qiyoslab ko'rdik. Inson a'zolarini yoki eng umumiy so'zlarimizni qiyoslab ko'rsak, shu Oltoy xalqining oddiy vakillarining ham ko'zlari charaqlab ketyapti-da. Shunaqami? O'zbeklarim o'zimizdan ekan-ku, biz bitta bir xalq ekanmiz-ku degan nima deydi? E'tirof etilyapti. Bu gaplarni biz olimlarning tilidan eshitganmiz ilgaridan. Bizni olimlarimiz ham biladi. Butun bir turkiy olamning olimlari buni biladi. Lekin maqsad oddiy odamlargacha yetkazishda shuni. O'shandagina bizni oramizda haqiqiy ma'noda birlik paydo bo'ladi. Begonasiramaslik, bir-birini ko'rganda bu, masalan, Qozog'istonda yurdik. Men eng ko'p eshitgan gapim o'zbek o'z og'am degan gap. Va bundan tabiiy biz g'ururlanamiz. Qozoqlarni masalan biz doim qozoq degan so'zni yoniga qozoq bovurlarimiz deb qo'shamiz-da. Bilasizmi Farruh aka, mana bizning davlatimiz rahbari mana shu turkiy xalqlarni, mana shu integratsiyasi, turkiy xalqlar birdamligi, do'stligi, qardoshligini mustahkamlash yo'lida juda katta jonbozlik ko'rsatmoqda. Har qachongidan ham Markaziy Osiyo bir bo'ldi. Biz buni ko'ryapmiz. Har qachongidan ham bu turkiy davlatlarning do'stligi yanada yaqinlashganligini kuzatyapmiz. Va o'z navbatida mana davlatimiz rahbari ko'plab ma'ruzalarda shuni ta'kidlayaptiki, madaniy diplomatiya masalasini o'rtaga qo'ymoqdalar. Aynan bizni mana shu ilmiy safarimiz ham mana shu xalqlarimiz o'rtasidagi qardoshligimizni mustahkamlashga, do'stligimizni mustahkamlashga, ya'ni tarixiy jihatdan ildizimiz bir ekanligini yana bir bor isbotlashga, yana bir bor ko'rsatishga bu xizmat qiladi deb o'ylayman. Bilasizmi Farruh aka, mana shu davlatimiz rahbarining ham Markaziy Osiyoning birdamligi, xususan turkiy davlatlarning do'stligi, hamdo'stligi, qardoshligini mustahkamlash yo'lidagi harakatlari juda shiddatli olib bormoqdalar. Har qachongidan ham turkiy dunyoni o'zimiz tilimiz bilan, shevamiz bilan aytganda og'izbirchiligini ko'ryapmiz. Va xususan bizni mana shu olimlarimizni mana Oltoyga safari ham bu faqatgina shu tarix borasidagi, tilshunoslik borasidagi va boshqa ilm sohasidagi, etnografiya, folklor sohasini o'rganish orqali bu tariximizning ildizini yanada bir ekanligini, bir ildizdan, bir o'q tomirdan chiqqan ekanligimizni yana bir bor isbotlashga, izohlashga xizmat qilishiga aminman. Va dastlabki bu safarimiz, bunday safarlar hali ko'p bo'ladi. Mana shunchalik
materiallarni qo'lga kirityapmiz. Davlat tadqiqotlari jarayonida o'sha mahalliy xalq vakillari bilan uchrashyapmiz. O'sha ularni tadqiqotlari bilan tanishyapmiz, muzey eksponatlari bilan tanishyapmiz. Bu albatta mana shu o'zimizni, mana shu o'zbek xalqini turkiy dunyoni anglash, o'rganish borasidagi o'sha tadqiqotlariga bir ma'lum ma'noda o'zining hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Biz bobolar izidan deb nomlanganmiz ekspeditsiyamiz 4000 kilometrlik uzoq yo'llik masofani bosib, bugun mana Oltoyning tog'li qishloqlaridan biriga kelib turibmiz. Bu yerda umuman odamlar, insonlar, umuman hammasi mana shu xalqning tilida, ya'ni Oltoy tilida so'zlashadi. Bu Oltoy tili ta'kidlanganidek o'zbek tillar oilasiga kiradi. Ya'ni biz o'zbek tili va Oltoy tili juda yaqin til ekanligini o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Bu xalqning yashash sharoitlari bilan tanishyapmiz. Bu yerdagi oddiy qatlam, ishchilar, tadbirkorlar, cho'ponlar, keksa momolar va yoshlar bilan gaplashib, bu o'zbek va Oltoy xalqlarining yaqinligini o'rganyapmiz. Umuman bizning ekspeditsiyamiz o'zbek yosh olimlari, ijodkorlari, shoirlari, rassomlari va O'zbekistonda kamdan kam uchraydigan va yangi an'ana boshlanyapti, ya'ni metsenatlik asosida bizda o'sha G'ofur G'ofurov homiyligida butun boshli ekspeditsiya tashkil qilindi va G'ofur akani o'zi ham aynan milliy tariximizga, uni o'rganishga va turkiy xalqlarning birligiga va bugungi turkiy davlatlarning birlashuviga istaydigan va shunga qiziqadigan shaxs. Va bu yerda bizning davramizda faqat olimlar emas, balki barcha soha vakillari yig'ilganligi juda qiziq o'tishi, o'sha ekspeditsiyaning juda qiziq o'tishiga sababchi bo'lmoqda. Bu yerdagi biz bobolar izidan deb nomlangan ekspeditsiyamiz qachonlardir turkiy xalqlarning beshigi bo'lgan bu zamindan biz o'sha olis yurtlardagi o'zimizning asl turkiy xalqlarini ko'ryapmiz va ko'p taassurotlar olyapmiz. Men ijodkor sifatida bu yerdagi ulkan tog'lar, uni bag'rida cho'zilgan qishloqlar va bizning o'lkada uchramaydigan ajoyib manzaralarni ko'ryapmiz. Va o'ylaymanki, bu mening keyingi ijodimga ta'sir qiladi va ko'p narsalar oldim deb ayta olaman. Bu yerda tilimiz bir, ko'rinishimiz bir odamlar bilan suhbatlashdik, ular bilan yaqinlashdik va biz bir Turon elining, turkiy xalqlarning bir-biri bilan qanchalik yaqin ekanligini his qildik va shu Turon eli haqida yozilgan she'rimni o'qib bermoqchiman. Bo'lak-bo'lak bo'linib, bo'ri talov bo'ldikmi? Ayrı-ayrı ayrılıb, ayiqqa ov bo'ldikmi? Ko'zing ko'zimga o'xshar, tilmochsiz tillashamiz. G'anim soyada qolib, o'zimiz mushlashamiz. Manzilga yelib borar, o'zgalarning tulpori, tuyoq osti bo'ldimi? Turon elining ori. Jimir-jimir ko'zlarim olislarga tikilgan, Turon elim, turk elim, nega qadding bukilgan? O'rtamizga to'siqlar, tirab chiqdi g'animlar. Iloya birlashma deb tilab chiqdi g'animlar. Bir kechasi ichimni tirnab chiqdi bir qayg'u. Shundan beri ko'nglimda birlik degan hur tuyg'u. Bo'lak-bo'lak bo'linib, bo'ri talov bo'ldikmi? Ayrı-ayrı ayrılib, ayiqqa ov bo'ldikmi?